Men uchun hurmatli bo'lgan qadrli kursdoshlar, hammanglarni 17-noyabr talabalar kuni bilan chin qalbdan muborakbod etaman. Guruhimizdagi aqlligimiz va inoqligimizga hech qachon ko'z tegmasin. Universitetni bitirib ketganimizdan keyin ham bir-birimizga bo'lgan oqibatimiz har doim mustahkam bo'lsin. Qachon qayerda bo'lsanglar ham doimo o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Hurmat bilan Azizxon. Yillar o'tib biz ham talaba bo'ldik, oltin davrning davronini surdik. Bilim olish uchun intilgan yoshlar, bitta guruhda jam bo'ldi kursdoshlar. Guruhimiz bir jamlikda, qadam bosar ildamlikda, bir-biriga inoqlikda, o'qiyapmiz birdamlikda. Ustozlarning ishonchini oqlab, hurmatini saqlab, har qadamda bir-birimiz yo'qlab, har doim do'stimiz qo'llab, yaxshiliklar tilab, eslab yuraylik oltin davrin, talabalik davrin oqlab, hurmatini saqlab, har qadamda bir-birimiz yo'qlab, har doim do'stimiz qo'llab, yaxshiliklar tilab, eslab yuraylik oltin davrin, talabalik davrin, oltin davrimiz, oltin davrimiz. Eslab yuraylik oltin davrimiz, talabalik oltin davrim, talabalik oltin davrim, talabalik oltin davrim, talabalik oltin davrim. Ustozlarning ishonchini oqlab, hurmatini saqlab, har qadamda bir-birimiz yo'qlab, har doim do'stimiz qo'llab, yaxshiliklar tilab, eslab yuraylik oltin davrin, talabalik davrin oqlab, hurmatini saqlab, har qadamda bir-birimiz yo'qlab, har doim do'stimiz qo'llab, yaxshiliklar tilab, eslab yuraylik oltin davrin, talabalik davrin.